Do'stlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan bugungi videoda Render MC. Короче, bugungi videoda biz o'zimning ikkinchi akkauntimni obzor qilamiz. Mana katta yangilanish keldi DLC'ga. Ya'ni mana shu o'yinchilar keldi. Hamma mana shu o'yinchilarni sotib olishga harakat qiladi. Yo pulga, yo skinga. Men ikkita agent qo'yganman. Bugungi videoda biz o'zimning ikkinchi akkauntimni DLC'dagi ikkinchi akkauntimni obzor qilamiz. Birinchi akkauntim boshqa. Mana bularni ertaga, ertaga bular aniq keladi. 30 kungami keladi. Shuncha olmos tangalarni yig'iydi ertadan tinimsiz. Men ham yig'yapman. Короче, unda biz boshlaymiz ana tarkibga kirishimiz bilan mana shu sostavni ko'ramizda. Mana obzorga boshlaymiz. Achraf Hakimi himoyada, Gabriel ham himoyada, Virgil van Dijk mana 86 o'zaro kuchaygan, Joshko Gvardiol. Bu Joshko Gvardiolni normi, mana bu Joshko Gvardiol Prime. Az ko'rasiz. Mana bularni ertaga olsa bo'ladi. Olmasimiz yetmaydi bizda. Chunki bu ikkinchi akkaunt. Joshko Gvardiol. Keyin mana qizil o'yinchilarni leveli oshgan. Ezen olib qo'yganman ikkinchi akkauntga. Malen, Rios, kolumbiyalik, Wood. Mana shular. Bironcha qizaman. Mana juniorni full qila boshlaganman o'zimcha. Buni sotaveramiz. Zakkanini ham sotaveramiz. Mana eng muhimlari bular ozroq kuchaygan. Mana Federico Valverde, Ezejon, mana Oyarzabal full qilingan. Mana shu akkaunt ikkinchi akkauntim. Buni men ataylab ko'rsatmaganim. Shu videoga 20 dona like bilan men 230 ta obunachiga erishsam, nima do'stlar? Men 230 ta obunachiga erishsam, keyin mana shu akkauntni full qila boshlaymiz. Hamda mana bu agentlarni open case qilaman. O'zimga ko'p pala bor. Maqsadim Ronaldo yo Messi jonni olish. Yo Kevin De Bruyne mana bratni olish. Rodriguez, Neves, Bettan yoqmaydigan o'yinchilar. Gvardiol, Perisic bo'libdi. Bular yomon emas, просто arzimaydi. Bitta arzigan Messi, Ronaldo, De Bruyne shularni olinglar ham. Mana sostavchamiz shu. Bugun video shunaqa bo'ladi. Mana yerga Kenan Yildiz bor, full qilingani. Kenan Yildiz. Tezliklari staminalardan yuz chiqarganman. 6 ta yuz chiqara olmaganman. Buni baholab ketinglar. Kenan Yildizni yaxshimi yomonmi? Kylian Mbappe, bitta yuz chiqqan, yana bitta yuz chiqqan. 6 ta yuz chiqaraman Kylian jonni. Oyarzabalni ham baholaylar. Qanday? Zo'rmi yo jamchi bo'lmaydi. Mana yana murabbiyga boshqiga. Bu mening ikkinchi akkauntim. Mana sostav shu. Bitta koachim bor. Mana stadion, keyin Amerikani recommend center, medical center, training centerlar mana shuncha tangalar olmasa bor bo'ldi. Juda ko'p emas. Короче, bu videoga bir 15 dona like, keyin esa 230 ta obunachi bo'lsam, bu akkauntni kuchaytirib full max qilib dahshatli qilib tayyorlaymiz bu akkaunt. Mana shu akkaunt. Xullas, bugungi video shulardan iborat edi. Bugungi video juda qiziq bo'lmadi. Bu mening ikkinchi akkauntim. Alisen full qilingan 94. Bu video qiziqarsiz bo'lib qolmasligi uchun
Biz yana Kenan Yıldız bilan Bappejonni musobaqalashtiramiz. Bu video shunchaki olingan video, keyin ikkinchi akkauntim borligini ko'rsatib qo'yish shunchaki bu video. Qushlar shuv qilyapti. Qani, birinchi ko'ramiz. Bappe tez yugurami, Kenan Yıldız. Tuttiramiz. Kenanga beramiz. Mana maydonda. Mana shu chizig'i bir tarafida hozir sanashni boshlaylar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mana Kenan. Kenanni olaveramiz. Bappe 17 sekundda keldi. Hozir ko'ramiz. Babam bu qoladi. Ana unda gol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Ana. Bappe'den tez yuguradi. Endi frikikdan deb ko'ramiz. 3 tadan tipamiz qani kim zo'r ekan? Kenan Yıldızmi, Bappemi? Birinchisi o'xshamadi. İkincisi ham o'xshamadi. Uchinchisida gol bo'ldi endi. Keyin Bappe bilan tekshirib ko'raylik. Qani Bappe zo'rmi? Bu ham challenge bo'ldi, ham ikkinchi akkaunt borligi haqida. Men akkauntim baholab ketinglar, qanday zo'rmi? Bu videoda Bappeni kutudan kulishmas. Shunchaki olingan video. Mana Bappega yana bir marta imkon beramiz. Çünkü Bappe full qilinmaydi. Xullas bugun video shular haqida bo'ldi. Do'stlar, keyin akkauntim baholaylar, qanday kuchaytirilganini baholaylar, zo'rmi, yomonmi? Akkauntni baholaylar. Keyin men aytgancha like bosinglar. 15 tami, 20 tami like, keyin unaqa qilinglar. Kuchaytiraylik. Bizdan keyin boshlagan YouTuberlar bizdan oshib ketdi obunachisi. Men nima kam joyim bor? Har kuni video chiqarmasam, 3 kunga, 2 kunga bir chiqarsam. Короче, do'stlar, sog' bo'lasizlar. Xayr. Bu mening ikkinchi akkauntim. Xayr, sog' bo'ling, like bosib obuna bo'ling.